Assalomu alaykum hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, bu nimani anglatadi? Pul qachon tushadi? Kim kutish kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Va eng asosiysi, pensiya kechiksa qanday harakat qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylarga va bank kartasi orqali pensiya oladigan oilalarga bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam bankomat oldida beyo'da kutib qolishi, pochta bo'limiga bir necha marta borishi yoki pensiyam to'xtab qoldi deb xavotirga tushishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday masalalarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men avval vaziyatni sodda qilib tushuntiraman. Odatda pensiyalar har oy belgilangan tartibda to'lanadi. Kimdir pensiyasini bank kartasiga oladi, kimdir naqd shaklda pochta orqali oladi. Kimdir esa vakil yoki ishonchnoma orqali oladi. Har bir hududda, har bir mahalla yoki pochta uchastkasida to'lovning o'z kuni bo'lishi mumkin. Masalan, bir mahallada pensionerlarga odatda oyning 4 kuni, boshqa joyda 7 kuni, yana boshqa joyda 10 kuni pul beriladi. Ammo sentyabr oyida jadval qayta tuzildi degan xabar paydo bo'lsa, bu ko'pchilikda tabiiy savol tug'diradi. Endi men pensiyamni qachon olaman? Oldingi kunim saqlanib qoladimi? Bank kartasiga pul tushishi ham kechikadimi? Pochta orqali oladiganlarga ta'siri ko'proq bo'ladimi? Men shuni aniq aytaman. Jadval qayta tuzilishi har doim ham pensiya kamayadi yoki to'xtaydi degani emas. Ko'pincha bu to'lov kunlarining tartibga solinishi bank va pochta tizimidagi yuklama, bayram kunlari, dam olish kunlari, texnik qayta taqsimlash yoki hududlar bo'yicha navbatni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar yillar davomida bir xil kunda pensiya olib kelgan. Masalan, Zaynab opa har oyning 5 kuni kartasiga pul tushishini biladi. U shu kunga qarab dori sotib oladi. Kommunal to'lovni to'laydi. Nabrasiga yo'l puli beradi. Yoki Rahmat aka har oyning 8 kuni pochtachi kelishini kutadi. U uyidan uzoqqa chiqa olmaydi. Shuning uchun o'sha kunda uyda bo'lishga harakat qiladi. Ana shunday odatlangan tartib o'zgarsa, odamda xavotir paydo bo'ladi. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Qayta tuzilgan jadvalda ayrim pensionerlarning to'lov kuni oldinga surilishi, ayrimlarniki esa bir necha kunga keyinga ko'chishi mumkin. Masalan, ilgari 5 kun olgan odam 6 yoki 7 kuni olishi mumkin. Ilgari 10 kun olgan odam 9 kuni olishi ham mumkin. Bu holat ayniqsa oy boshidagi dam olish kunlari, banklararo o'tkazmalar, pochta bo'limlarining ish hajmi va hududlar kesimidagi taqsimot bilan bog'liq bo'ladi. Men eng muhim narsadan boshlayman. Agar jadval qayta tuzilgan bo'lsa, pensioner birinchi navbatda o'z to'lov usuliga qarashi kerak. Chunki bank kartasiga oladigan odam bilan pochta orqali naqd oladigan odamning vaziyati bir xil emas. Bank kartasiga pensiya oladigan pensionerlar uchun asosiy masala pulning kartaga tushgan-tushmaganidir. Ba'zan odam ertalab soat 8da bankomatga boradi. Pul hali tushmagan bo'ladi. Keyin pensiyam yo'q deb xavotirga tushadi. Aslida bank o'tkazmasi kun davomida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Masalan, ayrim kartalarga ertalab tushadi, ayrimlarga tushdan keyin, ayrim holatlarda esa kechga yaqin ko'rinadi. Shu sabab men doim pensionerlarga shuni aytaman, belgilangan kuni ertalab pul ko'rinmasa darhol vahima qilmang. Avval SMS xabarini tekshiring. Bank ilovasidan qarang. Imkon bo'lsa 2-3 soatdan keyin qayta tekshiring. Pochta orqali naqd pensiya oladigan pensionerlar uchun esa jadval yanada muhim. Chunki pochtachi yoki pochta bo'limi naqd pulni ma'lum yo'nalish bo'yicha tarqatadi. Bir kunda barcha mahallani qamrab olish qiyin bo'lsa, navbat kunlarga bo'linadi. Masalan, bir hududda 23 sentyabr kunlari bir nechta ko'cha, 4-6 sentyabr kunlari boshqa ko'chalar, 7-10 sentyabr kunlari chekka hududlar bo'yicha to'lov berilishi mumkin. Jadval qayta tuzilsa, aynan shu navbat o'zgaradi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda har oy pensiyasiga qarab dori-darmon oladiganlar. Masalan, odamda qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalligi bo'lsa, dorini kechiktirish mumkin emas. Agar pensiya kuni 2-3 kunga siljishi ehtimoli bo'lsa, oldindan dorixona bilan kelishish, farzandlardan vaqtincha yordam so'rash yoki eng zarur dorilarni bir necha kunlik zaxira qilib qo'yish kerak. Ikkinchi guruh kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash majburiyati bor pensionerlar. Masalan,
Pensionerning kartasidan har oyning 5 kuni avtomatik to'lov yechilsa, pensiya esa yangi jadval bo'yicha 7 kun tushsa, kartada pul bo'lmaganligi sabab to'lov o'tmay qolishi mumkin. Ba'zan bank jarima hisoblamaydi. Ba'zan esa shartnomaga qarab kechikish qayd etilishi mumkin. Shuning uchun bunday odamlar bank bilan oldindan bog'lanib, to'lov sanasini bilib olishi yoki kartada kichik zaxira pul qoldirish kerak. 3-guruh. Yolg'iz yashaydigan, uydan chiqishi qiyin bo'lgan, nogironligi bor pensionerlar. Bunday insonlar pochtachi keladigan kunni aniq bilishi muhim. Chunki ular har kun kutib o'tirsa, bu jismoniy va ruhiy charchoq beradi. Men bunday holatda farzandlar, qo'shnilar yoki mahalla faollaridan yordam so'rashni tavsiya qilaman. Pochta bo'limiga bir marta telefon qilib, aniq kunni so'rash ko'p muammoni oldindan hal qiladi. Endi kimlar juda xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyangizni doim bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lmasa, pensiya tayinlangan tartibda davom etayotgan bo'lsa, jadval o'zgarishi odatda faqat to'lov kuniga ta'sir qiladi. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Masalan, siz har oy 3 million so'm pensiya olsangiz, jadval o'zgargani uchun bu summa o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Faqat pul tushish vaqti boshqa kunga to'g'ri kelishi mumkin. Keling, bir nechta hayotiy misol ko'ramiz. Birinchi misol, Mavluda opa Toshkent viloyatida yashaydi. Pensiyasi 2 million 800 ming so'm bank kartasiga oladi. U odatda oyning 4 kuni pulini olardi. Sentyabrda jadval yangilanib, uning hududida to'lov 6 kunga ko'chdi. Mavluda opa 4 kuni bankomatga bordi. Pul yo'q. U xavotirlanib, qo'shnilaridan so'radi, kimdir endi pensiyali kechikarkan dedi. Aslida esa uning pensiyasi 6 kun tushadi. Bu yerda muammo pensiyaning o'zida emas, axborot yetishmasligida. Agar u bank ilovasini tekshirsa yoki pochta bank pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlasa, ortiqcha xavotir bo'lmaydi. Ikkinchi misol, o'g'lim aka qishloqda yashaydi. Pensiyasini naqd oladi. Ilgari pochtachi yakuz kuni kelardi. Yangi jadvalda uning ko'chasi 10 kunga o'tkazildi. O'g'lim aka 8 kuni uyda kutdi, 9 kuni ham kutdi, 10 kuni pochtachi keldi. Bu holatda pochtachi kechikdi deb o'ylash mumkin, lekin aslida jadval o'zgargan. Shuning uchun naqd oluvchilar uchun eng muhim savol: mening ko'cham yoki mahallam qaysi kunda ro'yxatda turibdi? 3-misol, Dilshod akaning onasi pensioner, pensiya kartasini o'zi ishlatmaydi. O'g'li unga yordam beradi. Onasining pensiyasi 3 million 200 ming so'm. Ilgari 5 kuni tushardi, sentyabrda 7 kuni tushdi. O'g'li 5-kuni supermarketda karta bilan to'lov qilmoqchi bo'ldi, balans yetmadi. Bu yerda ham muammo pensiya to'lanmasligida emas, oilaning yangi jadvaldan xabarsizligida. Shuning uchun farzandlar ota-onasining pensiya sanasini bilib yurish kerak. 4-misol, Saida opa pensiyasining bir qismini kommunal to'lovga, bir qismini doriga, bir qismini oziq-ovqatga sarflaydi. Uning pensiyasi 2 million 500 ming so'm. Agar pul 3 kun kech tushsa, u rejasini o'zgartirish kerak bo'ladi. Masalan, avval dori non yo'q, keyin kommunal to'lov. Men bu yerda shuni maslahat beraman. Pensiya kuni siljigan oyda xarajatlarni muhimligiga qarab tartiblang. Eng zarur ehtiyojlar birinchi o'rinda bo'lsin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala: dam olish kunlari va bayram kunlari. Agar to'lov kuni shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, bank, pochta yoki tegishli tizim ish tartibiga qarab pul oldinroq yoki keyinroq tushishi mumkin. Masalan, 7 sentyabr yakshanba bo'lsa, ayrim to'lovlar 6 kuni, ayrimlari esa 8 kun ko'rinishi mumkin. Buni har bir hududning amaliy tartibi belgilaydi. Shuning uchun o'tgan oy shunday bo'lgan edi. Demak, bu oy ham shunday bo'ladi deb qat'iy xulosa qilish to'g'ri emas. Ikkinchi nozik masala bank kartasining muddati. Ba'zi pensionerlar jadval o'zgardi deb o'ylaydi. Aslida kartasining amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Masalan, karta ustida 0925 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil sentyabr oyigacha amal qiladi. Lekin bank ichki tartibiga qarab yangilash kerak bo'lishi mumkin. Agar karta bloklangan muddati tugagan yoki yo'qolgan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'lsa ham puldan foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun karta bilan bog'liq muammoni jadval o'zgarishi bilan aralashtirmaslik kerak. 3-nozik masala SMS xabarnoma kelmasligi. Ba'zan pensiya tushadi, lekin SMS kelmaydi. Odam SMS kelmagani uchun pul tushmadi deb o'ylaydi. Telefon raqami o'zgargan, balansda xizmat haqi yetmagan,
bank SMS xizmati o'chgan yoki aloqa muammosi bo'lishi mumkin. Shu sabab faqat SMSga ishonib qolmang. Bankomat. Bank ilovasi yoki bank operatori orqali balansni tekshirish kerak. 4-masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, boshqa odam ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Jadval o'zgargan paytda vakil eski kunda boradi. To'lov yo'q bo'ladi. Keyin boshqa kuni boradi. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pulni ola olmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat muddatiga alohida qarang. 5-masala manzil o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin hujjatlarda eski manzil qolgan bo'lsa, to'lov jadvalini aniqlash qiyinlashadi. Pochta orqali oladiganlar uchun bu ayniqsa muhim. Chunki pochtachi eski manzil bo'yicha ro'yxatda bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda ko'chgan bo'lsangiz, mahalla. Pochta va pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirtiring. 6-masala. Pensioner vafot etgan oila a'zosi nomidagi karta yoki hujjatlar. Bu juda nozik, lekin aytishim shart. Pensiya faqat qonuniy huquqi bor shaxsga to'lanadi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning nomidagi kartadan foydalanish, pensiyani olish yoki yashirish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Oila a'zolari bunday holatda tegishli organlarga xabar berishi, meros, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha qonuniy tartibni aniqlash kerak. 7-masala hammaniki tushdi, meniki tushmadi degan vaziyat. Bir mahallada hammaning pensiyasi bir vaqtda tushmasligi mumkin. Banklar kesimida to'lov turi bo'yicha, ro'yxatlar bo'yicha farq bo'ladi. Masalan, qo'shningiz bank kartasiga oladi. Siz bank kartasiga olasiz. Uning puli ertalab tushdi. Sizniki tushdan keyin tushishi mumkin. Bu darhol muammo bor degani emas. Lekin belgilangan kundan 2 ish kuni o'tib ham pul tushmasa, albatta aniqlashtirish kerak. 8-masala. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Jadval o'zgargan paytda odamlar xavotirga tushadi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Pensiyangizni tezlashtirib beramiz. Karta raqamingizni ayting. SMS kodini yuboring. Plastikni tekshirish kerak degan gaplarga ishonmang. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta PIN kodini aytmang. Telefon orqali kelgan noma'lum havolaga kirmang. Pensiya bo'yicha rasmiy masalalar faqat bank, pochta, mahalla yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali aniqlanadi. Endi men sizga aniq harakatlar tartibini beraman. 1-qadam, pensiyani qanday olayotganingizni aniqlang. Bank kartasigami, naqd pochta orqalimi, vakil orqalimi? Chunki keyingi qadam shunga qarab tanlanadi. 2-qadam, o'z hududingizdagi yangi jadvalni tekshiring. Buning uchun mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Pochta bo'limidan so'rang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga telefon qiling yoki rasmiy axborot kanallarini kuzating. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizdan pensiya tushdimi deb so'rash bilan cheklanib qolmang. Aniq sanani bilib oling. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Karta bloklanmaganini aniqlang. Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'ri ulanganini tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, balans va oxirgi tushumlarni ko'ring. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, bankomat yoki bank filialiga murojaat qiling. 4-qadam, agar pensiya naqd berilsa, pochtachi keladigan kunni aniqlang. Odatda 8 kuni kelar degan odatga tayanib qolmang. Yangi jadval bo'yicha aynan sizning ko'changiz, mahallangiz yoki uchastkangiz qaysi kunga tushganini so'rang. Agar uyda bo'lmasangiz, pochtachi qayta kelishi yoki pochta bo'limiga borishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotadi. 5-qadam, hujjatlarni tayyor saqlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi. Ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki talab qilinadigan hujjatlar yoningizda bo'lsin. Agar murojaat yozish kerak bo'lsa, unda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo aniq yozilishi kerak. Masalan, sentyabr oyi pensiya to'lovi bo'yicha to'lov sanasini aniqlashtirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, kechish bo'lsa vaqtni to'g'ri baholang. Agar belgilangan kunning ertalabida pul tushmasa, bu hali kechikish emas. Kun davomida kuting. Agar bir ish kuni o'tdi, hali ham pul yo'q bo'lsa, bank yoki pochta orqali tekshiring. Agar 2-3 ish kuni davomida ham muammo hal bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat masalani rasmiylashtiradi.
7-chi qadam xarajatlaringizni qayta rejalang. Sentyabr oyida jadval o'zgargan bo'lsa, ayniqsa oy boshidagi xarajatlarda ehtiyot bo'ling. Kredit to'lovi, dori, ijara, kommunal xizmat, oziq-ovqat kabi majburiy xarajatlarni ro'yxat qiling. Eng zarur to'lovlarni birinchi o'ringa qo'ying. Agar pensiya 2-3 kunga keyin tushishi mumkin bo'lsa, shu kunlar uchun kichik zaxira qoldirishga harakat qiling. 8-chi qadam yaqinlaringiz bilan kelishib oling. Pensionerlar ko'pincha farzandlarga og'irlik qilmaslik uchun muammoni aytmaydi. Lekin pensiya jadvali o'zgargan paytda farzandlar xabardor bo'lishi kerak. Masalan, ona dori ola olmay qolsa yoki ota kredit sanasini o'tkazib yuborsa, keyin muammo kattalashadi. Shuning uchun oilada pensiya qaysi kuni tushadi, qanday xarajat bor, karta ishlayaptimi degan savollarni oldindan muhokama qiling. 9-qadam rasmiy manbadan tashqari gaplarga ishonmang. Qo'shni aytdi, bozorda eshitdim, Telegramda kimdir yozdi degan ma'lumotlar ba'zan noto'g'ri bo'ladi. Jadval bo'yicha eng ishonchli ma'lumot hududingizdagi mas'ul tashkilotlardan olinadi. Men doim shuni tavsiya qilaman. Biror xabarni eshitsangiz, avval manbasini tekshiring. Ayniqsa pensiya kamayadi, pensiya to'xtaydi, pul faqat falon kuni olinmasi kuyadi degan vahimali gaplarga ishonib qolmang. 10-qadam murojaat qilganda aniq gapiring. Masalan, bankka borsangiz, mening pensiyam tushmagan, nima bo'ldi deyish o'rniga, men pensiyamni shu bank kartasiga olaman. Odatda oyning 5 kuni tushardi. Sentyabr oyida yangi jadval bo'yicha to'lov sanasini va kartamda muammo bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman deb ayting. Pochta bo'limida ham shunday. Mening manzilim falon mahalla, falon ko'cha. Pensiya naqd shaklda beriladi. Yangi jadval bo'yicha qaysi kuni yetkaziladi deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq bo'ladi. Men yana bir muhim narsani alohida ta'kidlayman. Jadval qayta tuzilishi pensionerning huquqini bekor qilmaydi. Agar sizga pensiya tayinlangan bo'lsa va hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, to'lov tartib bo'yicha amalga oshirilishi kerak. Lekin pensionerning o'zi ham faol bo'lishi zarur. Menga aytishmadi deb kutib o'tirish o'rniga bir marta telefon qilish, bir marta mahalladan so'rash yoki bank balansini tekshirish ko'p asabni tejaydi. Yana bir amaliy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Agar sizning pensiyangiz kartaga tushdi, lekin bankomatda naqd pul yo'q bo'lsa, bu pensiya muammosi emas, bankomatdagi naqd pul masalasi bo'lishi mumkin. Bunday holatda boshqa bankomatdan foydalaning. Bank kassasiga boring yoki karta orqali to'lov qiling. Hozir ko'p joylarda dorixona, do'kon va kommunal to'lovlar karta orqali qabul qilinadi. Lekin keksa odamlar ba'zan faqat naqd pulga o'rgangan bo'ladi. Farzandlar bu yerda yordam berishi, karta orqali xavfsiz to'lov qilishni ko'rsatish kerak. Agar pensiya miqdori odatdagidan kam tushsa, buni ham jadval o'zgarishi bilan aralashtirmang. Kam tushishning sababi boshqa bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, aliment, ijro hujjati, bank komissiyasi yoki boshqa rasmiy ushlanmalar. Bunday vaziyatda bankdan ko'chirma oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Jadval o'zgardi, shuning uchun kam tushdi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Agar siz pensioner bo'lsangiz va telefon ishlatishda qiynalsangiz, oddiy daftar tuting. Unda har oy pensiya tushgan sana, summa qayerdan olganingiz va asosiy xarajatlarni yozib boring. Masalan, sentyabr 7 kun 2.800.000 so'm karta orqali. Bu oddiy yozuv keyinchalik muammo bo'lsa, sizga dalil va xotira sifatida yordam beradi. Farzandlar ham ota-onasining moliyaviy tartibini tushunadi. Demak, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, eng muhim xulosa shuki, bu pensiya yo'qoldi yoki bekor bo'ldi degani emas. Asosiy o'zgarish ko'pincha to'lov kuni, hududlar bo'yicha navbat, bank yoki pochta orqali yetkazish tartibiga tegishli bo'ladi. Bank kartasiga oladiganlar balansni tekshirishi, pochta orqali oladiganlar aniq kunni so'rashi, ishonchnoma bilan oladiganlar hujjat muddatini ko'rishi. Farzandlar esa ota-onasiga bu masalada yordam berishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'z pensiya to'lov sanangizni aniqlang. Kartangiz va hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa mahalla, pochta, bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Shunda ortiqcha xavotir, navbatda behuda turish va noto'g'ri xabarlar ta'siriga tushishning oldi olinadi. Sizning hududingizda sentyabr pensiyasi qaysi kuni berilishi aytildimi? Oldingi oylar bilan solishtirganda sana o'zgardimi yoki o'sha qolganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham bundan xabardor bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling
va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi uchun kerak bo'lishi mumkin.